Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan yana ham xursandman. Xo'p, kommentariyada juda ko'p savollar mustaqil ravishda qanday qilib uy sharoitida qanday qilib bu holatdan qutulish mumkin yoki yengillatish mumkin degan savollar bilan ko'p murojaat qilishdi. Shunga yana bir bor shu haqida ozgina qisqacha video qilishga qaror qildim. Xo'p, nevroz yoki vahima hujumi yoki boshqa nom bilan ataymizmi, VST deymizmi, boshqa deymizmi, hammasi bir xil kasallik, lekin nomlari har xil. Xo'p, endi bu kasallikda avval ham aytib o'tganimdek har xil belgilar bo'ladi. Yurak urishidan tortib davleniya, hayollar, o'lim qo'rquvi va boshqa narsalar. Endi uy sharoitida qanday qilib davolanish mumkin? Birinchi o'rinda siz o'zingizda bo'layotgan simptomlar va qo'rquvlarni bitta qog'ozga ro'yxatini tuzib oling. Ya'ni qo'rquvlar alohida, simptomlar alohida. Ya'ni yuragim sanchiydi yoki qo'limda og'riq yoki boshimda og'riq yoki qornimda og'riq yoki sanchiq. Qo'rquvlar: uyda yolg'iz qolishdan qo'rqaman, ko'chaga chiqishdan qo'rqaman, o'limdan qo'rqaman, ta'ziya, aza, boshqa narsalardan qo'rqaman degan narsa bilan alohida ro'yxat qilib oling. Shunda sizdagi qo'rquvlar o'zingizga ham ko'rinadi, nimalar borligi aniqlanadi. Va endi qiladigan ishingiz: bu qo'rquvlarni ham, og'riqlarni ham eng osonidan, eng yengilidan, eng kuchsizidan boshlaysiz. Xo'p, birinchi o'rinda qo'rquvlaringiz. Masalan, ko'chaga chiqishdan qo'rquv. Ko'chaga chiqishni o'ziga jadval tuzasiz. Ya'ni ko'chaga masalan hatto darvozadan chiqa olmayotganlar bor. Darvozadan chiqa olmayotgan bo'lsangiz, demak siz birinchi o'ringa darvozadan chiqish, ya'ni birinchi kunga darvozadan chiqasiz, tura olganingizcha, ya'ni ko'cha eshigida tura olganingizcha turib, yana qaytib kelasiz. Ertasi kuni buni cho'zasiz. Uchinchi kuni kunda 2 mahal, 3 mahal qilib rejim bilan olib borib sekin masofani va vaqtni uzaytiraverasiz. Endi o'zini tumanida yuradiganlar, o'zimda tumanida yuraveraman, lekin boshqa tumanga chiqolmayman deganlar. Demak siz o'zingiz bilasiz masofangiz qancha, ya'ni qancha joygacha bora olasiz. Ana shu masofaga borib, undan ozgina chiqishga harakat qiling va yana qaytasiz. Yoki shunga o'xshash biror bir narsadan qo'rqadiganlar. Nima deydi? Yana qanaqa o'lim qo'rquvi yoki boshqa qo'rquvlar. Bunda ham yozuv, ya'ni qog'ozga yozish katta yordam beradi. Ya'ni siz bugun nima bo'ldi? Siz bilan panikka ataka bo'lgan paytda o'lim qo'rquvi bo'ldi. Xo'p, bugun sana, kun va vaqt. Bugun soat 10:00 da menda vahima hujumi boshlandi. Xo'p, 15 minut, yarim soat, 1 soat davom etdi. Menda mana bu fikrlar keldi miyamga. Endi soat hozir 11 yoki 12, bu fikrlar yo'q. Endi siz tahlil qiling. O'sha paytda o'laman degan fikr bor edi sizda. Endi hozirgi paytga kelib bu fikr yo'qoldi. Siz tahlil qiling. O'sha holatda siz o'limga 100% ishonayotgandingiz, hozir esa o'lmayotganingizni, o'lmay qolganingizni bilyapsiz. Va endi tahlil qilishni boshlang. Bu holat necha yildan yoki necha oydan beri sizni bezovta qilyapti. Va bu o'lim haqidagi fikrlar yoki o'lib qolishga bo'lgan urinishlar necha marta bo'ldi va necha marta tirik qoldingiz. Va miya shu holatda tahlil qilishni boshlaydi. Bu narsani har kuni yozib borishingiz miyaga siz o'zingiz isbotlashni boshlaysiz. Ya'ni men mana shu holatda bir haftadan beri soat mana kunlarda o'lim qo'rquvi kelyapti, lekin o'lmayapman. O'lim qo'rquvi kelyapti, o'lmayapman. Har kuni yozib borganingiz sari miya ishonishni boshlaydi. Yoki tanadagi kasalliklar, tanadagi og'riqlar, simptomlar, yurak sanchishlari, bular uchun tekshiruvlardan o'tgansiz. Kardiolog xulosasi, EKGlaringiz, MRTlaringiz, boshqalar bor. Mana shu hujjatlarni bitta ko'ring. Mana shu holat bo'layotgan paytda
men sog'lomman, bu faqat fikrlar xolos degan so'zni o'zingizga o'zingiz qaytarishingiz mana shu holatni olib chiqishga ancha ko'mak beradi. Va bunga isbot sifatida siz o'sha qog'ozlardagi xulosalarga e'tiborni qaratishingiz kerak. Shifokor sizga sog'lom deganini, bu hammasi asabdan, bu hammasi miyadan degan narsalarni eslashga urinishingiz kerak. Va sekin-sekin bu narsa ham o'z-o'zidan kasal emasligingizga o'zingizni ishontirib olganingizdan so'ng pasayishni boshlaydi. Sog'liqqa bo'lgan e'tiborni pasaytirish kerak. Ya'ni shunday odamlar bo'ladi, kechqurun uxlashdan oldin tanani bitta polni skaner qilib chiqishadi. Boshdan oyoqqacha, ag'im yaxshimi, buyog'im yaxshimi, unaqami degan. Ertalabga kelib turib, uyg'ongandan keyin yana skaner boshlanadi. Hamma joyda turibdimi, o'pkam yaxshimi, yuragim yaxshimi, buyragim yaxshimi, bosh yaxshimi degan. Bu narsani to'xtating. Chunki mana shu narsa bor ekan, siz nevrozdan tuzalmaysiz. Nevrozda siz mana shu holatda yuradigan bo'lsangiz, yangi belgilar, yangi simptomlarni keltirib chiqaraverasiz. Va vahimali, qo'rqinchli filmlar ko'rishdan, vahimali, qo'rqinchli hikoyalar, voqealar, hodisalarga duch kelishdan saqlaning. Chunki nevroz holatida o'zlaringiz bilasizlar, xavotir buzilishi sizlarda xavotir juda ham kuchayib ketadi. Xavotir kuchayib ketganning hisobiga siz arzimagan narsadan ham ta'sirlanishni boshlaysiz. Va siz mana shu narsalardan ozgina uzoq turib, bunga nisbatan immunitet shakllantirib olsangiz, bu holat birmuncha yengillashishni boshlaydi. Jismoniy tarafdan ko'proq jismoniy mashq qilishga harakat qiling yoki ish qilishga harakat qiling. Jismoniy mashq va ish qilganda ham eng kerakli, amalga oshirish kerak bo'lgan narsa tanangizdan yengil ter chiqishi kerak. Yengil ter. Mashq yoki ishni ham o'ta charchaydigan darajada oxirgi kuch qolguncha qilinmaydi. Bu holatda organizmdagi bor energiya tugab qoladi va sizning holatingiz yana yomonlashishi mumkin. Jismoniy mashq yoki ter 10-15 yoki 20-30-40 daqiqa, ya'ni sizni tanangizdan yengil ter chiqquncha qilinadi yoki jismoniy mehnat qiladi. Yoki masalan, hozirgi kunda ekish mavsumi, dalalarda ishlang, chiqing, odamlarga qo'shilishga harakat qiling. Ish bilan bo'lsa chalib ketasiz. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Ish bo'lsa qo'rquvlar pasayadi. Qancha ishga ko'milganingiz sari, qancha band bo'lganingiz sari miyangizda xavotirni o'ylashga joy qolmaydi. Ya'ni o'rin qolmaydi. Shuning uchun imkon darajasida ko'proq band bo'lganingiz sari bu holat shunchalik tez yo'qolishni boshlaydi. Va yana qaytarib aytaman, nevroz holati hech qachon o'limga olib kelmaydi. Bu miyadagi fikrlaringiz xolos. Miyadagi fikrlar. Bu holatdan chiqish uchun ozgina iroda va sabr, matonat kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Like va podpiska bosishni unutmang.